Mashinalarni xuddi mana shu holatida sotib olganmiz. Obzorni boshladim, ekranni qizartirish esinglardan chiqmasin. Lobovoy yorilgan, stoyka, eshik, bakoylar, bu tomonida orqa krilo, orqa bamper, stoplari. Bagajga hech narsa qilmagan. Bu tomon stop, ya'ni singan akalar. Bu tomonda ham ishlar bor, ikkita eshigi but-butun. Tonirovka ruxsatlari ham bor ekan, eng qizig'i. Oldi krilosi, kapotida ham bor, lekin motor korobkasiga hech narsa qilmagan akalar. Xullas, bu mashinamiz juda akkuratli minilgan ekan. 2024 qora Cobalt. Salon holatlarini qaranglar, vafsha akkuratni. Sideniya chiqollarni ham dodo xo'jalarini qo'yib mazza qilib minganlar. Egalari maytofonni yechib olganlar. Bizda ayb yo'q, mayli dedi. Xullas akalar, ko'rdinglar Cobaltimizni, nok sostoyaniyadagi Cobaltni sotib olganmiz akalar. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar olib qolamiz. Pastda telefon nomerlar qoldiramiz. Bizga bog'lanib, avariyli mashinalarni zo'r narxlarda baraka qilib olishinglar mumkin. Agar bizga shunaqa mashinalar top bersanglar, $100 dan $200 sovg'amiz bor akalar. Joninglar sog' bo'lsin. Telefon nomerlarimiz pastda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.